Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun biz qishloq xo'jaligida axborot kommunikatsion texnologiyalar fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mavzumiz axborot jarayonlarining apparat va dasturiy ta'minoti. Bu mavzu bo'yicha quyidagi rejalar bilan darsni olib boramiz. Birinchi rejamiz shaxsiy kompyuterlarning yuzaga kelish tarixi va ularning tuzilishi. Ikkinchi rejamiz shaxsiy kompyuterlarning asosiy qurilmalari va ularning vazifasi. Uchinchi rejamiz shaxsiy kompyuterning qo'shimcha qurilmalari va ularning vazifasi. To'rtinchi rejamiz kompyuter dasturlari va ularning turlari. Kichik hajmli ixcham kompyuterlar yaratilishi katta yig'imlarga bo'lgan talabni kamayishiga olib keldi. Shaxsiy kompyuter deyilishiga sabab uning bir kishi boshqarishi mumkinligidadir. Katta kompyuterlar, ya'ni elektron hisoblash mashinalari juda ulkan bo'lganligi uchun ularni boshqarishga bir necha kishi jalb qilingan. Shaxsiy kompyuterlarning yaratilishiga 1947-yilda yaratilgan tranzistorlar asos bo'ldi. 50-yillarning oxiriga kelib integral mikrosxemalar yaratildi. Integral sxemalar asosida 1966-yilda Digital firmasi tomonidan PDP-8 rusumli kichik hajmli kompyuter yaratildi. Shu davrga kelib integral sxemalarga asos solindi va 1968-yilda integral sxemalar asosida dastlabki kompyuterlarni ishlab chiqarildi. 1969-yilda Intel firmasi muhim ixtiro kashf qilib, mikroprosessorlarni kichik hajmli ko'rinishga olib keldi. 1981-yilga kelib mikroprosessorlarda ishlaydigan zamonaviy shaxsiy kompyuterlar AQShning IBM firmasi ishlab chiqara boshladi va u IBM PK kompyuteri deb atala boshladi. Shaxsiy kompyuterlarning IBM PK AT286, AT386, 486 SX, 486 DX, 586, 686 hamda Pentium 1, 2, 3 va 4 turlari mavjud. Bu kompyuterlarning barchasi umumiy tuzilishga ega. Ishlash jarayonlari bir xil. Ularning faqat ishlash tezligi va xotirasining hajmi katta kichikligi bilan farq qiladi. Kompyuterlar asosan quyidagi qismlardan tashkil topgan. Ya'ni tizimli blok, monitor, klaviatura, sichqoncha va qo'shimcha qurilmalar. Kompyuterlarning xotirasining hajmi, amallar bajarish tezligi, ma'lumotlarning razryad to'g'ri ta'sirlanishiga qarab 5 guruhga ajratish mumkin. Birinchisi super kompyuterlar, keyingisi katta kompyuterlar, keyingisi mini kompyuterlar, keyingisi shaxsiy kompyuterlar va bloknot, ya'ni notebook kompyuterlarga ajratish mumkin. Super kompyuterlar juda katta tezlikni talab qiladigan va katta hajmdagi masalalarni yechish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Bunday masalalar ko'p bo'lib, bular ob-havoning global prognoziga oid masalalar, 3 o'lchovli fazoda turli oqimlarning kechishini o'rganish, global axborot sistemalariga oid masalalarni o'rganadi. Bu toifadagi kompyuterlar 1 sekundda 10 trillionlab amallarni bajarishga mo'ljallangan. Katta kompyuterlar fan va texnikaning turli sohalariga oid masalalarni yechishga mo'ljallangan. Ularning amal bajarish tezligi va xotira hajmi super kompyuterlarning xotira hajmi va amallar bajarish tezligiga qaraganda 1-2 pog'ona past bo'ladi. Bularga misol sifatida AQShning Cray, IBM 390, 4300, IBM S9000, Fransiyaning Borus 6000, Yaponiyaning M1800 rusumli kompyuterlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Keyingisi mini kompyuterlar. Mini kompyuterlar kichik kompyuterlar hajmi va bajaradigan amallar tezligi jihatdan katta kompyuterlardan kamida 1 pog'ona past bo'ladi. Shuni aytish joizki, ularning o'lchamlari ixchamlashib, hatto shaxsiy kompyuterlarnikidek kichik joyni egallaydiganlari yaratilmoqda. Bunday kompyuterlar turkumiga ilk bor yaratilgan PDP-11
turkumini misol qilish mumkin. Bu kompyuterlar ilgari harbiy maqsadlar uchun ishlatilgan. Notebook kompyuterlarga kelamiz endi. Notebook kompyuterlar hajmi ancha ixcham bo'lib, ammo bajaradigan amallar soni, xotira hajmi shaxsiy kompyuterlar qatori hisoblanadi. Bu kompyuterlarning qulaylik tomonlaridan biri elektr energiyalarida ham va akkumulyatorlarda ham ishlashi mumkinligidadir. Shaxsiy kompyuterlar hozirgi vaqtda korxonalar, tashkilotlar, oliy o'quv yurtlarida keng tarqalgan bo'lib, ularning aksariyati IBM rusumiga mos kompyuterlardir. Bunday kompyuterlar hajmi haddan kichik, bir stol ustiga joylashadigan, amal bajarish tezligi esa yuqori bo'lgan, ya'ni xotira hajmi ham 250 GB, 500 GB va bir necha terabaytlardan tashkil topgan bo'ladi. Bu ko'rsatkichlar tez o'zgarib, kompyuterlar imkoniyatlari yildan yilga oshib borishi kuzatilmoqda. Shaxsiy kompyuterlar quyidagi 4 ta asosiy qurilmalardan tashkil topgan. Bular tizimli blok, monitor, klaviatura va ishqonchalardir. Tizimli blok kompyuterning eng muhim qismi bo'lib, bu kompyuterning asosiy elektron qurilmalarini o'z ichiga oladi. Tizimli blokning tarkibi quyidagilardan iborat. Ya'ni tizimli blokning ichida tizimli plata, disk yurituvchi, qattiq disk va tok manbai bloklari joylashgan bo'ladi. Tizimli plata maxsus materialdan yasalgan plastinada joylashgan mikrosxemalardan iborat bo'lib, ular o'zaro bog'lovchi elektr toki o'tkazuvchi yo'llari bilan bog'langandir. Tizimli plata kompyuterning eng muhim elementlarini o'zida jamlaydi. Jumladan markaziy prosessor, tezkor xotira mikrosxemalari, doimiy xotira qurilmasi, taymer, kengaytirish tutashmalari va boshqalarni o'zida saqlaydi. Markaziy prosessor tizimli plataning eng muhim elementlaridan biridir. Dastur bilan berilgan ma'lumotlarni o'zgartiradigan, barcha hisoblash jarayonlarini boshqaradigan hamda hisoblash ishlariga tegishli moslamalarning o'zaro aloqasini o'rnatadigan qurilmaga prosessor deb ataladi. Tezkor xotira o'zida ayni vaqtda kompyuter ishlayotgan dasturlar uchun ma'lumotlar, shu bilan birga ishning natijasi saqlanadigan mikrosxemalardan tashkil topgan bo'ladi. Doimiy xotira kompyuterdagi asosiy dasturlar to'plamini saqlovchi mikrosxemadir. Uning tezkor xotiradan farqi shuki, kompyuter tok manbaidan o'chirilganda ham axborotlarni o'zida doimiy saqlaydi. Doimiy xotiraning axborot sig'imi hozirgi kunda bir necha terabaytlardan iborat bo'lishi mumkin. Disk yurituvchi va yumshoq disk. Kompyuterda dastur, matn, rasm va boshqa ko'rinishdagi ma'lumotlarni saqlash uchun mo'ljallangandir. Odatda ular alohida ishlamaydi. Disk yurituvchi disketadagi axborotlarni yozish va o'qish uchun mo'ljallangan bo'lsa, disketa esa axborotlarni uzoq vaqt saqlash uchun maxsus vositadir. Monitor matn va tasvir ko'rinishdagi axborotlarni ekranga chiqarish qurilmasi bo'lib, hozirgi vaqtda monoxrom va rangli monitorlar mavjuddir. Klaviatura ma'lumotlarni kompyuterga kiritish qurilmasi bo'ladi. Klaviaturada bir qancha tugmachalar joylashgan bo'lib, ular bajaradigan funksiyasiga qarab 4 guruhga ajratiladi. Ya'ni asosiy tugmachalar, boshqaruvchi tugmachalari, tahrirlash tugmachalari, funksiyalar tugmachalari. Asosiy tugmachalarga harflar, raqamlar joylashgan tugmachalar kiradi. Boshqaruv tugmachalariga Enter, Escape, Ctrl, Alt va boshqa tugmachalar kiradi. Tahrir qilish tugmachalariga Delete, Insert, Home va boshqa tugmachalar kiradi. Funksiyalar tugmachalariga esa klaviaturadagi F1 dan F12 gacha bo'lgan tugmachalar kiradi. Ishqoncha kompyuterga axborot kirishni va murakkab dasturlar bilan ishlashni yengillashtiruvchi qurilmadir. Kompyuterning yana samarali ishlashini kengaytirish maqsadida ularga qo'shimcha qurilmalar ulanadi. Qo'shimcha qurilmalarga quyidagilar kiradi. Ya'ni printer,
skaner, plotter, modem, kompakt disklar, fleshkalar va boshqalar. Bulardan printerni ko'rib o'tamiz. Printer kompyuterdagi ma'lumotlarni qog'ozga chiqaruvchi qurilmadir. Printerlarning hozirgi kunda quyidagi turlari mavjud. Matrisali printerlar, lazerlik va siyohli printerlar mavjuddir. Skaner kompyuterga matnli yoki tasvirli ma'lumotni kirituvchi qurilmadir. Skanerlar belgilarni ham anglaydi. Shuning uchun qo'lyozmalarni ham kompyuterga kiritish mumkin. Buning uchun maxsus dasturlar bo'lishi kerak. Plotter chizmalarni qog'ozga chiqaruvchi qurilmadir. Plotter asosan loyihachilar, shahar arxitekturasi bilan shug'ullanuvchilarga ishlashga qulay. Modem bu kompyuter va telefon tarmog'i orasidagi tarjimon hisoblanadi. U telefon tarmog'i orqali kompyuterdagi ma'lumotlarni boshqa bir kompyuterga jo'natish va qabul qilish imkoniyatini beradi. Modemlar ichki va tashqi turlarga bo'linadi. Dastur bu biror masalani yechishga kompyuter bajarishi mumkin bo'lgan buyruqlar va ko'rsatuvlarning izchil tartibidir. Kompyuterlarda mavjud dasturlarni 3 ta turga ajratish mumkin. Birinchisi, tizimli dasturlar. Bu kompyuter qurilmalarining ishchi holatini nazorat qiluvchi va boshqaruvchi dasturlardir. Amaliy dasturlar foydalanuvchi bevosita ishlashi uchun mo'ljallangan dasturlardir. Masalan, matn grafik muharrirlari, elektron jadvallar va boshqalar. Dastur tuzuvchi dasturlar. Kompyuter uchun yangi dasturlar tuzishni ta'minlash tizimi. Tizimli dasturlarga operatsion tizimlar, utilitalar, driver dasturlar va qobiq dasturlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Utilitalar bu operatsion tizim imkoniyatlarini kuchaytiruvchi dasturlar bo'lib, disklar ustida har xil amallarni bajaruvchi dasturlar, kompyuter ishini tezlashtiruvchi dasturlar, ma'lumotlar hajmini o'zgartiruvchi dasturlar va viruslarni aniqlovchi dasturlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Driver dasturlar bu operatsion tizimni tashqi va ichki qurilmalar bilan ishlashda qulayliklar yaratuvchi dasturlardir. Masalan, monitorlar driverlari, printer driverlari, CD-ROM driverlari va hokazolar. Qobiq dasturlar bu operatsion tizimning imkoniyatlaridan qulay va chiroyli holda foydalanuvchi dasturlardir. Dastur tuzuvchi dasturlar turi. Bu yangi dasturlar yaratuvchi dasturlardir. Bunday dasturlarga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni Basic tili, Pascal tili, Java, Delphi, Turbo Pascal va C++ dasturlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, bu mavzuimiz uchun quyida nazorat savollarini yozib qo'yganmiz. Bu savollarga mustaqil ravishda javob berishingizni maslahat beraman. Bizning manzilimiz Telegram manzil 91lik 168 05 18 telefon raqami. Shuning bilan bugungi navbatdagi ma'ruza darsimizni yakunlaymiz. E'tiboringlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.